Bu juda ko'p kishilar duch keladigan muammo. Xayolning chalgishi, ayniqsa namoz o'qishni endi boshlagan paytda tabiiy holat. Buni engish uchun quyidagi usullarni sinab ko'ring. 1. Namoz oldidan tayyorgarlik qilish. Ortiqcha xayollarni chiqarish uchun chuqur nafas oling. Qisqa duo qiling: "Yo Alloh, menga namozga diqqatimni jamlashda yordam ber." Namoz o'qishdan oldin Qur'on tilovati yoki zikr ayting. Bu yurakni tinchlantiradi va chalgituvchi fikrlarni kamaytiradi. 2. Namoz paytida tafakkur qilish. Har bir so'zning ma'nosini o'ylab o'qing. Masalan, Alhamdulillahi Rabbil alamin deyotganda, butun olamlar Robbisiga hamd bo'lsin deganingizni tushuning. Harakatlar bilan fikrlarni bog'lang. Sajda qilganingizda, hozir men Allohga eng yaqin holatdaman deb o'ylang. 3. Yomon fikrlar kelganda. Bu shaytonning vasvasasi, men bunga ergashmayman deb o'zingizga ayting. Vasvasa boshlanganini sezsangiz, "Auzu billahi minash shaytonir rojim" deb sekin ayting. Diqqatni qaytarish uchun ovoz chiqarib o'qing. Ichida o'qiganda xayol tezroq chalgiydi, lekin ovoz chiqarib o'qisangiz, e'tibor jamlanadi. 4. Namozga mehr qo'yish uchun sabab toping. Namozni shunchaki majburiyat deb emas, Alloh bilan suhbatingiz deb qabul qiling. Har bir namozdan keyin, "Bugungi namozim oldingizdan yaxshi bo'ldi" deb o'zingizni rag'batlantiring. Bu usullarni sinab ko'ring, inshaalloh foydasi bo'ladi.